Assalomu alaykum. Men sizlarni hozir bo'lajak uylar bilan tanishtirib o'taman. Eng birinchidan lokatsiyani tanishtirib o'tsam, lokatsiyamiz Qo'yliq 6-massiv Buyuk avlod ko'chasi. Ko'rishingiz mumkin, atrof to'la uchastkalar bilan qurilyapti. Bu yerda hozir ikkita hayhotdek chiroyli xonadon qurilyapti. Ko'rib turibsizlar, bu yerda hozir ancha qurilish jarayoni bo'lgani uchun ozgina narsalar betartib turibdi. Lekin uy bitganidan keyin mana shu ko'cha chiroyli qilib asfalt qilinadi. Undan tashqari to'g'ridan mashina uchun chiroyli parkovka qilib xonadonlar topshiriladi. Mana qaranglar, bu yerda odamlar uchastkalarni qurib, xonadonlarni qurib, bola chaqasi bilan maza qilib yashashyapti. Bu yerda bo'lsa ham mana qurilishlar rivojlanyapti, qurilyapti. Xudo xolasa yaqin kunlarda bu tomon ham chiroyli shunaqa uylar bilan to'ladi. Xonobodda lokatsiya qulay bo'lgani uchun tez uchastkalar qurilib sotilib ketyapti. Sababi bu yerda bola chaqani maktabi, bog'chasidan bosh ortmasizdan bo'ladi. Ko'chani yuzida, shunday ko'chani boshiga chiqqaninglarda metro ham bor. Metro ham yaqingina. Uyda hozir tashqi fasad qismidamiz. Ko'rishingiz mumkin, ikkita bir xil uchastka tushgan, ya'ni kvadrati 240 kvadratdan tushgan. Undan tashqari bu tashqi fasadiga alohida e'tibor beriladi. Remonti boshqasi hammasi chiroyli qilinadi. Eng muhim tarafi shu yerda 500 metr narida masjiddan bor ekan. Undan tashqari gaz, svet, kommunikatsiyada umuman muammo yo'q. Uyda oldida darvozasini oldida turibman. Mana bu yerda mashina uchun chiroyli garaj qilingan. Elektromobil uchun bitta e'tibor beringlar, sim tashib ketilgan, zaryadkasi uchun. Bilasiz, unga mustahkam sim qilmasa bo'lmaydi, o'sha narsa hisobga olib tashib ketilgan. Endi uyda ichini sizlarga chiroyli qilib obzorni qilib beraman. Kuzatib turinglar, xudo xolasa narxini oxirida aytaman. Narxi ham shikalat narx bo'lgan, ko'rganinglarga afsuslanmaysizlar. Darvozadan shunday kirganingizda tepada navesta qilingan. Undan tashqari bu yerda zeleniy zona qilinadi. Burchakda ham tahoratxona, ham hojatxona bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsanglar, bu yerda podolga kirib ketadigan joy bo'ladi. Uyda hozir kirish qismidamiz, ya'ni hol qismidamiz. Ko'rib turganinglardek, santexnika ishlari ketyapti. Undan tashqari elektrik ishlari tugagan, shu yerdan chiqib bo'lgan. Zinalarga ham bitta dizayniga e'tibor berasizlar, chiroyli dizaynda qilingan, ikkinchi etajga chiqib ketishlar. Undan tashqari hozir xonalar bilan tanishtirib o'taman. Shunday kirishinglar bilan yop-yorug'ga oshxona qilingan bu tomonimizga. Bu yerda chiroyli qilib umumiy sanuzil qilingan. Bu yoqqa ham kiradigan bo'lsak, baribir e'tibor bergan bo'lsanglar, xonalar katta-katta qilingan, to'liq qilib, balangina qilib, keng qilib zal qilingan. Bu yerda ota-onalar uchun alohida spalni qilingan. Yana bitta e'tibor beradigan joyi bor. Alohida sanuzil ham qilingan bitta spalni uchun. Orqa tomonida chiroyli qilib hovli qoldirib ketilgan, hovli aylanib, skvoznoy bo'lib turadi. Uyda hozir ikkinchi etajga chiqib oldik. Bu yerdan bitta e'tibor bersanglar, alohida общий sanuzil qilingan. Undan tashqari bu yerda spalni bor, yana bu yerda spalni bor. Bu spalnimizning ichida sanuzil qilingan alohida. Mana shu spalni uchun. Undan tashqari menga yoqadigan joyi bu yerda quyoshga qarab turgan spalni bo'lib turadi. Pardani bitta ochganinglarda ertalabdan quyosh g'ub urib turadi. Undan tashqari alohida balkoni ham qilingan. Bu yerda chiqib, chiroyli qilib zabor qilib yopiladi. Balkonlari bilan alohida spalni bo'ladi bu ham. Uyda bola chaqasi ko'p bo'lganlar uchun zo'r yechim qilingan. O'g'il bolalar uchun alohida spalni, qizlar uchun alohida spalni, yana bitta spalni sizga oshiqcha bo'lib turibdi. Undan tashqari bu tomonda ham kattagina 6 ga 4 zal qilingan. Boya aytganimdek, bu yerda qurilish jarayonlari ketyapti, lekin men aytganimdek santexnika ishi ham ozgina qoldi, shu o'g'lardan chiqqan, elektrika ishlari bitgan. Bu xonadonlar hozir sotuvga chiqqan, ya'ni xuddi shunaqa xonadondan yonida ham bor. Kvadrat aytganimdek 240 kvadratdan qurilgan. Bu uylar tayyor patkulish holatda topshiriladi. Hozir sizda imkoniyat bor, ya'ni mana shu xonadonni bitmasdan oldin ham sotib olish imkoniyatingiz bo'ladi. Agarda siz hozir sotib oladigan bo'lsangiz, ancha pul tejab qolish imkoniyatingiz bo'ladi. Ana endi sizga eng muhim joyini, ya'ni narxini aytib o'taman. Bitta yana bir eslatib o'taman. Uy oshxona podoldan tashqari 6 xonani tashkil qiladi, ya'ni 240 kvadratni tashkil qiladi. Mana shu uyda narxi $180,000. Agarda boya aytganimdek siz hozir sotib oladigan bo'lsangiz, ancha imkoniyatingiz bor, ancha pulda tejab qolishingiz mumkin bo'ladi. Pastda nomerlar qoldiraman, telefon qilib aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Boya aytganimdek, Xonobodda, ya'ni bu lokatsiyadagi uylar tez sotilib ketadi. Tezroq ulgurib qoling.